Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar bilan atom va kvant fizikasida muhim mavzulardan biri bo'lgan Bohr postulatlari va uni vodorod atomiga tatbiqlarini ko'rib chiqamiz. Atomni o'rganishda Rezerford o'zining atom yadro modelini taklif etdi. Bu model Quyosh sistemasiga o'xshatilgandi. Bunda o'rtada musbat zaryadli yadro va uning atrofida orbita bo'ylab harakatlanayotgan elektronlar sistemasidan iborat edi. Va bu modelning ham kamchiliklari bor edi. Shuning uchun 1913-yilda Niels Bohr o'zining 3 ta postulatini taklif etadi. Bu postulatlarning birinchisi turg'un holatlar postulati. Turg'un holatlar postulati. Bu postulatda aytiladiki, atomda shunday turg'un holatlar mavjudki, bunda atom energiyasi faqatgina qandaydir E1, E2 va hokazo En energiyalarni qabul qiladi va bu energiyalar alohida kvantlangan orbitalarga to'g'ri keladi. Ya'ni E1, E2, En energiyalar mavjud va atom shu energiyalarning birida bo'la oladi xolos. Va bu orbitalarda bu energiya sathlariga to'g'ri keladigan holatlarda atom hech qanday elektromagnit nurlanish chiqarmaydi. Xo'p, ikkinchi postulatimiz eng muhim postulatlardan biri hisoblanadi. Bu orbitalarni kvantlash postulati. Orbitalarni kvantlash postulati. Bu postulatda elektron yadro atrofida aniq bir orbitalar bo'ylab harakatlanadi va harakatlanayotgan elektronning impuls momenti aynan shu shartga bo'ysunishi kerak. Bu yerda m elektronning massasi, uni orbita bo'ylab harakatdagi tezligi va bu r orbitaning radiusi. Misol uchun, birinchi orbitaning radiusi. N esa bu yerda orbita kvant sonlarini bildiradi. Ya'ni bu yerda n 1 ga, bu yerda 2 ga teng misol uchun. H bu Planck doimiysi. Xo'p, endi biz 3-postulatga o'tamiz. 3-postulat bu chastotalar qoidasi. Chastotalar qoidasi. Bu postulatda aytiladiki, atom turg'un bir E1 turg'un sathdan E2 turg'un sathga o'tganda bitta energiya kvantini yutadi yoki chiqaradi va chiqargan nurlanishning chastotasi H yoki buni umumiy ko'rinishda Em minus En H deb yozib qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni M bu keyingi orbita uchun orbitaning nomeri, N birinchi orbitaning nomeri deb olsak, formula o'rinli bo'ladi. Qachon kvant yutiladi, qachon chiqariladi? Agar Em katta En bo'lsa, kvant yutiladi. En katta En bo'lsa, kvant chiqariladi. Bu Bohr postulatlari edi. Endi esa biz uni tatbiqlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, Bohr postulatlaridan kelib chiqadigan xulosalar. Biz bilamiz, yadro bu musbat
va uni atrofidagi zarracha manfiy va ular har doim o'zaro Kulon kuchlari bilan ta'sirlashib turadi. Ya'ni Kulon kuchlari orqali ta'sirlashib turadi. Kulon kuchlarining formulasini yozadigan bo'lsak, Kulon 1/4π/0 Q1 Q2 R kvadrat. Va xuddi shu kuchga qarama-qarshi yo'nalgan markazdan qochma kuch ham mavjud. Markazdan qochma kuch. M va kvadrat R. Qachonki elektron o'zgarmas tezligi bilan yadro atrofida aylanadi, qachonki Kulon kuchi va markazdan qochma kuch o'zaro teng bo'lgan paytda. F Kulon teng F markazdan qochma. Shu yerda aytib ketish kerak. Q1, Q2 bular nima? Zaryadlar. Bizning modelimizda esa zaryadlar Q1 teng ZY, ya'ni biz bilamiz yadro protonlardan tashkil topgan. Protonni zaryadi ham elektronning zaryadiga teng, faqat musbat. Va yadroda bunaqa zaryadlardan nechtadir bo'lishi mumkin. Shuning uchun Z qo'yib qo'ydik, ya'ni protonlarning soni bu. Elektron esa faqat bitta. Ya'ni bu teng Q2 zaryadga. Shuning uchun biz Q1 ko'paytirilgan Q2 suratdagi ifodaga bemalol ZY ko'paytirilgan Y ifodani qo'yib ketishimiz mumkin. ZY kvadrat bo'lib ketadi. Xo'p, R kvadrat teng M kvadrat taqsim R. Mana xuddi shu kuchlar bilan demak elektron yadro bilan ta'sirlashib turadi. Endi biz bu ifodadan orbita radiusini, ya'ni elektron yadro atrofida qanday radius bo'yicha harakatlanadi, shuni hisoblab chiqamiz. Biz aytib ketdim, ikkinchi postulat eng muhim postulat, ya'ni orbitalarning kvantlash postulati va shuni yoza olamiz. Bu ikkinchi postulat va bizga bu ifodadan radiusni topish uchun foydalanamiz. Ya'ni bunda v kvadratning tezligini kvadrati bor, bunda esa v qatnashgan. Shuning uchun bu ifodani kvadratga ko'tarib olamiz. B kvadrat. Topilgan ifodadan v kvadratni ajratib olib, bu yerdagi v kvadratni o'rniga borib qo'yamiz. Ya'ni bu ifodadan v kvadratni topib olsak oldin, v kvadrat teng bo'ladi n kvadrat h kvadrat taqsim 4p kvadrat kvadratga. Xo'p, endi bu v kvadratni bu yerdagi v kvadratni o'rniga borib qo'yamiz.
Ko'p. Endi kerakli qisqartirishlarni bajarib olamiz. Bu yerda 4pi 4 yana bittasi ketadi. Xo'p, r kvadrat va r kub. Boshqa qisqartirilgan ifoda qolmadi va bu yerdan biz r ni topsak, kvadrat. Ya'ni bunda r m ko'paytirilgan n kvadrat, h kvadrat ko'paygan epsilon 0, m pi z y kvadrat degan umumiy formula kelib chiqadi. Bu bizda orbita radiusini topish formulasi va buni agar ixchamlab olsak, ya'ni biz uchun har doim o'rinli bo'ladigan formulaga keltirib olamiz. Endi bu yerda bittasi qisqarish kerak edi. H kvadrat epsilon 0 m pi y kvadrat n kvadrat taqsim z na o'zi. Ya'ni bu biz uchun hozir universal formula hisoblanadi. Ya'ni n bu yerda boya ta'kidlaganimdek orbitaning raqamlari, ya'ni biz bunda n o'rniga hozir 1 ni qo'ysak, birinchi orbita radiusini, 2 qo'ysak, ikkinchi orbita radiusini topib olamiz. Keling, shundan foydalanib hozir vodorod atomining birinchi orbita radiusini hisoblab ko'ramiz. Bu formulada vodorodning birinchi n o'rniga 1 qo'yamiz, birinchi orbita bo'lgani uchun, z o'rniga vodorod atomi bo'lgani uchun z o'rniga 1 qo'yib ketamiz. Ya'ni n 1 ga teng, z ham 1 ga teng. Bu yerda hammasi o'zgarmas konstanta sonlar va buni hozir biz o'rniga qo'yib chiqsak, 0.53 angstrom degan javob chiqadi. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi orbitalarni hisoblash uchun r o'rniga bor yo'g'i 1, 2, 3 kabi sonlarni qo'ysak, keyingi orbita radiusini bemalol topishimiz mumkin. Bu esa universal formula. Endi esa turg'un orbitalar bo'ylab elektron qanday tezliklar bilan harakat qiladi? Biz aynan shuni topishimiz kerak. Xo'p. Yana Born ikkinchi postulatidan foydalanamiz, ya'ni orbitalarni kvantlash postulati. O'zini mana shu ifodadan o'zini ajratib yoza oladigan bo'lsak, biz yuqorida r uchun ifoda topdik, ya'ni radiusni topish formulasini. Shu radiusni bu yerga bemalol olib kelib qo'yishimiz mumkin. Endi biz kerakli qisqartirishlarni amalga oshirib, tezlikni topib yozib olamiz. Bu yerda z kvadrat 2h epsilon 0 va n. Bu universal formula bo'lib, n o'rniga 1, 2, 3 va hokazo sonlarni qo'yib, xuddi shu orbitalarda harakatlanayotgan elektronning tezligini topishimiz mumkin. Misol uchun, birinchi orbitada harakatlanayotgan vodorod atomining tezligini topsak,
Bu yerda hammasi o'zgarmas son va n o'rniga 1 qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, vodorod va elektronning birinchi orbitadagi tezligi 218 10 darajasi 6 metr taqsim sekundga teng bo'lar ekan. Endi biz elektronning kinetik, potensial va to'la energiyalarini topishga harakat qilamiz. Biz hozirgina elektronni tezligini topish formulasini topib oldik va oddiy mexanik kurslardan ma'lumki, kinetik energiyaning formulasi 1/2 m v kvadrat. Demak, bu ifodani kvadratga ko'taramiz va bu yerga olib kelamiz. Joyda kvadratga ko'taradigan bo'lsak, bu kvadrat c kvadrat y ning 4-si 4 kvadrat n kvadrat. Endi bu ifodani borib qo'yamiz. N kvadrat. Bu yerda qisqartirilgan hech qanday ifoda yo'q. Demak, kinetik energiya to'g'ri 1/2 bilan 4 ni ko'paytirib qisqaroq qilib yozib qo'yishimiz mumkin. M y ning 4-si z kvadrat taqsim 8 h kvadrat epsilonning kvadrati n kvadrat. Bu formula elektronning kinetik energiyasini topishning universal formulasi hisoblanadi va buni vodorod atomiga yana tatbiq qilib birinchi orbitadagi kinetik energiyani hisoblaydigan bo'lsak, u 13,6 elektron voltga teng. Va kinetik energiya demak teng ekan 13,6 taqsim n kvadrat. Demak, biz xohlagan orbitadagi elektronning kinetik energiyasini topishimiz mumkin. N o'rniga xohlagan sonimizni qo'ysak, javoblar kelib chiqadi. Xo'p, endi elektronning potensial energiyasini topishga harakat qilamiz. Bunda biz yuqorida chiqargan radius uchun formuladan foydalanamiz va elektronning potensial energiyasi. Ya'ni 1/4 pi epsilonni z y kvadrat taqsim r potensial energiya shunga teng. Va biz hozir r ni o'rniga yuqoridagi ifodani olib kelib qo'ysak, demak, elektronning potensial energiyasi xuddi shu ifoda bilan topilar ekan. Biz yuqorida elektronning kinetik energiyasini ham topish formulasini yozgandik. Kinetik energiya n kvadrat bilan. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, ikkala ifoda aynan bir xil. Faqat mahrajda potensial energiyada 4, kinetik energiyada 8. Demak, bunda shuni xulosa qilsak bo'ladi. Potensial energiya, elektronning potensial energiyasi uning kinetik energiyasidan 2 marta katta ekan. 2 marta katta ekan. Faqat bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bor.
zaryadlarni ko'paytirib olayotganimizda elektronni zaryadini biz minus olishimiz kerak edi va shuni hisobiga potensial energiyani oldiga minus chiqadi va bundan tashqari potensial energiyada elektron yadro kuchlariga, ya'ni Kulon kuchiga qarshi ish bajargani sababli potensial energiya bizda manfiy ishorga ega va xuddi bu yerda ham bu minus Q berga ta'sir qiladi. Endi elektronning to'la energiyasini topamiz. To'la energiya biz bilamiz kinetik va potensial energiyalarning yig'indisiga teng. Elektronning to'la energiyasi va shu buni demak to'la energiya manfiy ishorada olingan elektronning kinetik energiyasiga teng ekan va bu ham o'z navbatida teng bo'ladi z kvadrat m ya'ni potensiya minus n kvadratga. Shu bilan bugungi darsimizga xulosa yasaymiz va xulosalarimizdan birinchisi elektronning orbital radiuslarini topishni o'rgandik va o'sha orbitalarda harakatlanayotgan elektronning tezliklari va o'sha elektronlarning kinetik, potensial va to'la energiyalarini topishni o'rgandik va hammaga rahmat.